Shakarni kamaytirishning qanday foydalari bor? Shakarni me'yordan ortiq iste'mol qilish ko'plab sog'liq muammolariga olib kelishi mumkin. Uni kamaytirish esa organizm uchun bir qator foydali ta'sirlar beradi. Shakar kaloriyaga boy, lekin to'yimlilik hissini kam beradi. Shakarni kamaytirish ortiqcha kaloriyani qisqartirib, vazn tashlashga yordam beradi. Ortiqcha shakar iste'moli insulin qarshiligini kuchaytirishi mumkin. Shakarni cheklash qon shakarini barqaror ushlab turishga yordam beradi. Ko'p miqdordagi shakar qon bosimi va yallig'lanishni oshirishi mumkin. Uni kamaytirish yurak-qon tomir kasalliklari xavfini pasaytiradi. Shakar og'izdagi bakteriyalar uchun ozuqa hisoblanadi. Natijada karies va tish yemirilishi rivojlanadi. Shakarni kamaytirish tishlarni himoya qiladi. Shakar iste'molidan keyin energiya tez ko'tarilib, keyin sekin tushib ketishi mumkin. Shakarni kamaytirish kun davomida energiyaning barqaror bo'lishiga yordam beradi. Ba'zi tadqiqotlar ortiqcha shakar akne va terining erta qarishiga hissa qo'shishini ko'rsatadi. Shakarni kamaytirish terining sog'lom ko'rinishiga yordam berishi mumkin. Ortiqcha fruktoza jigar yog'lanishiga sabab bo'lishi mumkin. Shakarni cheklash jigarning yuklamasini kamaytiradi. Ko'p shakar iste'moli uyqu ritmiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shakarni kamaytirish tinchroq va sifatliroq uyquga yordam beradi. Qon shakarining keskin o'zgarishlari diqqat va xotiraga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Shakarni nazorat qilish aqliy faoliyatni yaxshilashga yordam beradi. Sog'lom ovqatlanishning bir qismi sifatida shakarni kamaytirish ko'plab surunkali kasalliklar xavfini pasaytirib, umumiy salomatlikni yaxshilaydi. Shakarni kamaytirishning dastlabki belgilariga quyidagilar kiradi: vaznning kamayishi, ishtahaning me'yorlashishi, charchoqning kamayishi, teri holatining yaxshilanishi, qorin dam bo'lishining kamayishi, kayfiyatning barqarorlashishi,